Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomlarini yo'llash bilan birga Tarixga nazar programmamizning 8-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz oldingi sonimizda Sharqiy Turkistonning xususiy tarixiy babida Sharqiy Turkistonning qisqacha jo'grafiyasi, yer ko'lami, nufusi, tog' daryolari, havo klimati, kan boyligi, hunar san'at, Sharqiy Turkistonning tarixiy davrlari, İran rivoyatlari qatorliq mazmunlarni huzuringizga sungan edik. Biz bugungi sonimizda Türk rivoyatlari 2 bölüm ya'ni İskandar davridan Hun davrigacha Sharqiy Turkiston, 3 bölüm Sharqiy Turkistonning Hun ittifoqiga qo'shilishdan tortib islomgacha bo'lgan davr qatorliq mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Türk rivoyatlari. Türk shajarasining yozuvchisi Abulg'azi Bahodirxonning rivoyatiga qaraganda, eng qadimgi chog'larda turklar 19 ayrim davlat bo'lib yashagan. Bulardan 10i g'arbda bo'lib, g'arbiy shimol va janubidagi egiz muztag'lar va sharqdagi poyonsiz qumliq cho'llar bilan chegaralangan nihoyatda keng bir zaminga ega bo'lgan ekan. 9i bo'lsa cho'lning sharqiy qismida bo'lib, texmo keng yurtga ega ekan. Bir zamonga kelganda g'arbdagi 10 davlatning hukmdorlari bir yerga kelib, kuchli bir davlat qurishga qaror qilishibdi. Aralardan birini bu birlashgan davlatga xon qilib belgilab, uningga Al-Iltar degan unvon beribdi va bu davlatni 10 Uyg'urlar deb atabdi. Uningdan keyin sharqdagi 9 davlatmo birlashib bir davlat qurgan. Bularning xoni Kul Arkin deb atilib, davlatiga 9 Uyg'urlar deb nom bergan. Bu ikki davlat uzun yillar davom qilib, keyincha bu ikki davlat birlashib, dunyo bo'yicha eng chong kuchli davlat holiga kelgan. Buyuk davlatning hukmdori Qaraxon unvonini olgan. Mashhur Afrasiyab bu Qaraxonlardan biri edi. Bu davlatning qachon yiqilganligi haqida ma'lumotimiz yo'q. Ustozim Murat Ramzi Efendi asrida ba'zi zamonaviy tarix kitoblarida Uyg'urlarning maydonga chiqishini O'g'izxon zamonasiga, ya'ni millatdan burungi 2850-yillarga to'g'ri keladi deb ko'rsatganligini yozgan. Turkiy tillar divonida Mahmud Qashqari mundaq deb rivoyat qilgan. Afrasyabning unvoni Haqqon edi. Bu unvon bilan atalganligi haqida uzun hikoyalar bor. Xon unvoni bo'lsa Afrasyab jamiyatidan bo'lgan erlarga beriladi. Ayollari Qatun, Xatun yoki Tirim degan unvon bilan atiladi. Afrasyab Qashqarning havosini yaxshi ko'rib, Qashqarda turadi. Shuning uchun Qashqar O'rda kent, ya'ni poytaxt deb atalgan. Barchoq Afrasyab zamonasidagi bir shaharning ismi bo'lib, Baxt Nasrning o'g'li Betsinni bu shaharda qamoqqa olgan. İrandagi Qazvin shahrini Afrasyabning qizi Qaz Xatun bino qilganmish. Ba'zilar Irandagi Qazvin va Qum shaharlarini shu chog'dagi turk yurtlari chegarasi ichida edi deb qaraydi. Qum degan turkcha so'z. Qaz Xatun Qum shaharini yaxshi ko'rganlikdan davomli bu shaharda turadi va o'g'i chiqadi. Alib Ertunga, ya'ni Afrasyab Marv shaharini bino qilgan. Buxaraning yanida Yangi Kent degan bir shahar bor edi. İranliklar bu shaharni Robin Dosh, ya'ni tushdan yasalgan qo'rg'on deb ataydi. Chunki bak mustahkam bir qo'rg'on edi. Afrasyab qizi Qaz Xatunning eri Siyavushni bu shaharda o'ldirgan. Elidagi Qaz-Qash daryosining bu ismi bilan atilishi Qaz Xatunning bu daryo bo'yida egiz bir qo'rg'on yasatganligi bilan munosabatlikdir. Barman va Barisxon shaharlarini Afrasyabning Barman va Barisxon ismli ikki o'g'li bino qilib, shaharga o'z otlarini qo'ygan. Mening dadam, ya'ni Mahmud Qashqari o'zining dadasini demoqchi, ushbu shahardan.
Mahmud Qashqari o'z asrida yana Iskandarning Turkistonga besib kirganligi va oxirida mag'lubiyatga uchrab, sulhi qilib chekinib chiqib ketgan jarayonini bayon qilib, mundaq deb yozadi. Iskandar Samarqandni egallab bo'lib, Turkistonga texmi ilgirlab yurish boshlaganda, Turkistonning xoni shu ismlik yosh bir kishi bo'lib, uning qudratli bir qo'shini bor edi. Xaqan shu o'z xalqiga va askarlarga hech to'yg'izmasdan bosh qo'mondan muhofazatchilardan 40 kishini tanlab, Xo'jand daryosi bo'yiga yoshirincha yo'llaydi. Bularga Iskandarning Sir daryosidan o'tishini va sharqqa qarab yurish yo'lini bayqab, darhol Xaqonga xabar qilish vazifasini topshirgan. Bir kuni davlatning kattalari Xaqondan Iskandar yiqilishib qoldi. Onun bilan urushimizmi yoki boshqa buyruqingiz bormi deb so'raydi. Xaqon bularga parvo qilmasdan saraydagi kumush ko'lchakda uzib o'ynab yurgan g'az o'rdaklarni ko'rsatib, bularni tomosha qilinglar deb javob berdi. Ular toza xafa bo'lishib, Xaqonning urush qilish yoki chekinish plani yo'qkan degan tonishga keldi. Lekin Xaqon xotirjam edi. Chunki xabarchilarning ma'lumotiga qarab o'zining yo'lga qo'ydigan bir plani bor edi. Bir kecha xabarchilar qaytib kelib, Iskandarning daryodan o'tganligini xabar qildi. Xaqon darhol yurish do'mbiqini chaldirib, kechalab askarlarni ilib sharqqa qarab mengib ketdi. Bundaq tuyuqsiz qochqandek yurib ketishidan ansirgan xalqmi qo'liga uchirganni ilib, uloqlarga yuklab, Xaqonning orqasidan sharqqa qarab qochdi. Ertesi yurtda hech kim qolmadi. Yurt odamsiz bir cho'lga aylandi. U chaqda bu mamlakat xalqi chedirlarda yashaydi. Balasag'un va Ispanjab qatorliq shaharlari texi bino qilinmaydi. Xaqon shu askar va xalqni boshlab, asta-asta sharqqa qarab ketayotdi. Iskandar Xaqonni qochdi deb bilib, orqasidan qo'g'lab, shu mang'inicha butun Xitoyni olaman deb xiyol qilgan edi. Xaqon uzun yo'l mengib Uyg'urlar yurtiga yaqinlashganda tuyuqsiz orqasiga qaytdi. 4000 jangovar yigitni tanlab ularga bir o'ga, ya'ni tajribalik yashangan bir sarkardini boshliq qilib, Iskandarning ustiga bosqin qilishga avatdi. Bu askarlarning beshiga kiygan qalpoqlarning ikki tarafida lachinning qanotiga o'xshash qanot bor edi. Ular oldiga o'q etib nishonga naq tekkizgandek, orqachilabmi dal nishonga tekkizolmaydigan bakmo usta nishonchilar edi. Iskandar bularni ko'rib hayron qolganmish. Bu turk askarlari bir kecha Iskandarning askarlariga ushtumtut bosqin qildi va qattiq zarba berib parishon qilyapti. Mahmud Qashqari bu urushda yuz bergan bir tarixiy voqeani bayon qilib, mundaq deb yozadi. Bir turk askari Iskandarning askarlaridan birini qilich bilan chepib, kindigicha o'ttirdan ikkiga bilib etgan. Bu askarning belida bir xalta tilla bor edi. Qilich bu xaltani parchalagan. Qonga bulangan oltin tillalar yerga to'kilib, har tarafga chechilib ketgan. Ertesi turk askarlari qonga bulangan oltin tillalarni ko'rib, hayronlikda bular nima deb so'raganda, askarlardan biri oltin qongu deb javob bergan. Shuning bilan yerdagi kichik bir tog'ning ismi Oltin tog' bo'lib qolgan. Bugunmi Mahmud Qashqarining zamonasida Uyg'ur yurtiga yaqin joydagi bir tog' to'pisi Oltin qon deb ataladi. Atrofdagi chorvachilar bu yerga kelib mollarini o'tlatdi. Bu urushda Iskandar yengilib, Xaqon shu bilan sulh tuzib qaytib ketgan. Xaqon shu Iskandarning orqasidan kelib, Balasag'unga yaqin joyda bir shahar bino qilib, bu shaharga shu deb nom bergan. Shu qadimgi Chu bo'lsa kerak. Bu shahardan hech asar yo'q, ammo yaqindagi bir daryo Chu daryosi deb ataladi. 3-bo'lim. Sharqi Turkistonning Hun ittifoqiga qo'shilishdan tartib islomgacha bo'lgan davri. Sharqi Turkiston feodallik davrida turayotgan mezgilida Mo'g'ulistonda qadimidan tartib hukm surib kelayotgan Hunlar kuchlanib, milodidan burungi 300-yillardan tartib atrofidagi turk xalqlarni o'z bayrog'i ostiga yig'ib, ta'sir doirasini kengaytirishga boshlagan.
Miladidan burunqi 180-206 yillari bütün Şərqi Türkistan xanları və Asiyadagi başqa türk qavmlarının köp qismi Hun hakimiyeti astıga kirib, g'oyat cho'ng bir türk birleşme dövleti meydana kelgan edi. Ən qədimki tariximizdə və yaxınqı zaman tariximizdəki Türk tarixida nəhayət zor əhəmiyyətə ega bolğan və düşmənləri tərəfindən hər xil yalğan böhtanga uçrab kelgan bu esil Türk imperatorluğunun tarixi vəqələrini o'tirg'a qo'yib, bu dövlətning mazkur böhtanlardan pak ekanligini o'tirg'a qo'yishni lozim ko'raman. Birinchi fasl. Buyuk Hun imperatorluğu. Xitayning shimolidan Mo'ng'uliston, ya'ni Mong'oliyaning shimolidagi Orxun daryosi bo'ylari va Taniola, ya'ni Cho'g'ay tog'lari etaklarida yashagan turklarni Xitoy manbalarida Yongnu, Shongnu, Yevropa manbalarida Hun deb ataydi. Lekin bu turklar o'zlarini qaysi nom bilan ataganliklari tarixda ma'lum emas. Biz ularni Hun degan nom bilan zikr qilamiz. Hun dövletining tarixi miladidan burunqi 1500 yil burunqi chaqdan boshlaydi. Bu majhul davrning ahvoli bizga qarang'u. Xitoyning tarixiy manbalarida Hunlarga oid tarixiy ma'lumot, ya'ni garchi bularning to'lisi ishonchsiz burmalangan bo'lsa-mu, miladidan ilgirki 300-yildan boshlaydi. Bu tarixdan boshlab Xitoy hukmdorlari Hunlar va Xitoylar o'rtasida urush boshlagan. Xitoy hukmdorlari Hunlarning hujumini to'sish uchun har yerda istehkom va qal'a sepillarni saqlay boshlagan. Oxiri milodidan burunqi 249-yili butun Xitoyni hokimiyati ostiga kirgizib bo'lgan imperator Shi Huangdi bu sepillarni bir-biriga ulab Peshli dengizidan Gansugacha 3000 kilometr, ya'ni taxminan 600 potay uzunligida bir istehkom yasab chiqdi. Mana bu tarixdagi dangliq Sadichin sepili bo'lib, bugun dunyodagi ajoyib asara atiqlardan biridir. Huangdi bu sepildan yaxshi foydalandi. Hunlar hujum qilib kelganda Xitoylar bu sepil ustida turib, mudofaa qilib Hunlarning hujumlarini chekindirgan. Huangdi o'lgicha Hunlar Sadichindan o'tolmadi. Chunki Huangdi zamonasida Xitoyning 1 million askari bu sepilda davomli turg'izilgan. Huangdi milodidan burunqi 211-yili o'ldi. Hun davlatining kengayganligi. Hun hukmdori Tangriqut, ya'ni Tangrining barakati deb ataladi. Dastlabki Tangriqutlarning ismi ma'lum emas. Faqat Shi Huangdi bilan zamondosh bo'lgan Tangriqutning ismi Tumanxon edi. Tumanxon Xitoylar bilan urushni qo'yib, ikki jihatda kuchini oshirishga kirishdi. Orxun va Selenga daryo bo'ylaridagi Uyg'ur xonliqlari va boshqa cho'ng-kichik bir qancha xonliqlarni o'ziga tava qilib, xili kuchli bir askariy quvvatga ega bo'ldi. Xitoy imperatori Huangdi o'lgandan keyin avlodlari orasida taxit talashish kurashi boshlandi va Xitoyning har tarafida isyonlar boshlandi. Shuning bilan Sadichin sepilidagi askariy kuch azaldi. Tangriqut Tumanxon bu fursatdan foydalanib, milodidan burunqi 209-yili Xitoyga hujum qildi. Sadichindan o'tib, Shanxi va Sanxi qatorliq viloyatlarni ishg'ol qildi. Tumanxonning o'limi bilan Hunlarning bu yurishlari to'xtab qoldi. Tumanxon o'lgandan keyin o'g'li Metaxon Tangriqut bo'ldi. Turklar bu zotni O'g'izxon degan mashhur unvoni bilan ataydi. O'g'izxon Xitoy bilan urushni to'xtatib, butun turk xon va baglarni birlashtirib, qudratli bir turk birlashma davlati qurish yo'liga mangdi. Oldi bilan g'arbdagi turk xonliqlarini o'ziga tava qildi. Mo'g'uliston va atrofdagi turk xonlarining ba'zilari o'z ixtiyori bilan, ba'zilari qo'rqib O'g'izxonga bo'ysundi. Manjuriyadagi Qadirxon tog'lari etaklarida o'ltirishliq turk xonliqlari, ya'ni Siampi, Wuhan, Tupa va Jujanlar bo'lsa bo'y egmay mustaqil qoldi. Yana bularni Mo'ng'ul tarixchilari Tatar deb yozadi.
Ondan başqa elidəki Vusun, yəni Uysun xanlığı, Gansu və Yavji türklərinin xanlarımı Oğuz xanğa itaat qılmadı. Oğuz xan miladidən burunqi 209 yılı Uysun xanlığıga yürüş qıldı. Uruşda Uysun xanı ağır halda məğlub olub öldürüldü. Orniga qabiləsidən bir kişini xan qılıb təyin qıldı. Bu hadisədən qorxub ketgan başqa türk xanları arqa-arqadan təslim boldu. Şunun bilan Qashqar, Xotan, Yarkan, Uch, Kocha, Lolan və Qochu qatarlıq 36 xanlıq Oğuz xanğa təvə bulub, iki cəhətdə öz müstəqilliklərini saqlab qaldı. Keyincha G'arbdagi bütün türk xanlarımı bir-birlab Oğuz xanğa təvə boldu. Şunun bilan Xəzər dengizi və Etil daryo boylarıgacha bo'lgan joylar uning qo'l ostiga kirdi. Miladidan burunqi 200-yilga kelganda Buyuk Hun davlatining territoriyasi G'arbda Xəzər dengizi və Etil daryosi, sharqda Yengan tog'larigacha kengayib, kichik xonlardan boshqa 26 cho'ng kichik xonliq va bagliklar Oğuz xonga tava bo'ldi. Qadrli anglag'uvchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan tarixga nazar programmamizning 8-soni mush yerda oxirlashdi. İnşallah yangi son programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duoyinglarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.